10X avtomobiliga 4,900,000 so'mga original jihozlari bilan 90 talik gaz balon metan gaz ustanovka qilib berildi. Original jihozlar bilan super mega skidka narxida, xudo xolasa, qo'yilgan jihozlar bilan qisqacha ravishda tanishtirib o'tamiz. Narx tushgani bilan sifat bizda har doim birinchi o'rinda turadi. Blok upravleniya Stak Gofas 200 original Polshada ishlab chiqarilgan blok upravleniya ustanovka qilindi. Farsungamiz Real italyanskiy farsunka ustanovka qilindi. Buni endi nimaga poddelkasi ham xuddi shuni o'zidan bo'ladi. Faqat narxi poddelkasi $7, originali $27 turadi. Shunga qarab ehtiyot bo'lib, narx-navoga e'tiborli bo'lishingizni so'raymiz. Reduktorimiz Action kompaniyaning X reduktori bilan ustanovka qilindi. Kimga shunday sifatli va tezkor va ishonchli xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Bu videoni gaz qo'ydirmoqchi bo'lib yurgan do'stlaringizga albatta yuborib qo'ying. Inshaalloh manfaatli bo'ladi.